Sun'iy intellekt. Nima uchun bizga sun'iy intellekt kerak? Aziz o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan nima uchun bizga sun'iy intellekt kerak degan mavzuni ko'rib chiqamiz. Bu bugungi kunda juda qiziq va talabgor mavzulardan biri. Shuning uchun diqqatli va hushyor bo'ling. Sun'iy intellekt qanday va qachon paydo bo'lgan? 1950-yildan 1970-yilgacha neyron tarmoqlari sohasidagi birinchi o'zgarishlar ro'y berib, o'ylaydigan mashinalarni yaratish imkoniyati tug'ilishi juda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. 1980-2010-yillar mobaynida mashina orqali bilim olish texnologiyalari ommalashdi. Bugungi kunga kelib esa chuqur bilim egallash sohalarida erishilgan yutuqlar sun'iy intellektning gullab yashnashiga olib kelmoqda. Bu bilan ular dunyoni zabt etishga emas, aksincha, kompyuterlarni yanada aqlli qilishga yordam bermoqda. Sun'iy intellekt kompyuterlarga o'z tajribalaridan kelib chiqib o'rganishga, berilgan parametrlarga moslashishga va ilgari faqat odamlar uchun mumkin bo'lgan vazifalarni bajarishga imkon beradi. Sun'iy intellektni joriy qilishda kompyuter shaxmatchilaridan tortib, o'z-o'zini boshqaradigan mashinalargacha chuqur o'rganish va tabiiy tilni qayta ishlashga muhim ahamiyat qaratmoqda. Bu texnologiyalar tufayli kompyuterlarga katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va ulardagi xususiyatlarni aniqlash orqali aniq vazifalarni bajarishni o'rgatish mumkin. Sun'iy intellekt atamasi 1956-yilda paydo bo'lgan bo'lsa-da, ammo sun'iy intellekt texnologiyasi ma'lumotlar hajmini oshirish, algoritmlarni takomillashtirish, hisoblash quvvatini optimallashtirish va ma'lumotlarni saqlash fonida faqatgina bugungi kunga kelib mashhurlikka erishdi. Shunga qaramay, 1950-yillarda boshlangan birinchi sun'iy intellekt tadqiqotlari ma'lumotlarni hal qilish va ramziy hisoblash tizimlarini ishlab chiqarishga qaratilgan edi. 60-yillarda bu yo'nalish AQSh Mudofaa vazirligining qiziqishini uyg'otdi. AQSh harbiylari odamlarning aqliy faoliyatini qayta takrorlash orqali ma'lumotlarni shunga o'rgata boshladi. Masalan, AQShning Mudofaa vazirligining ilg'or tadqiqotlar loyihalari agentligi DARPA 1970-yillarda virtual kuchga xaritalarini yaratish bo'yicha bir qancha loyihalarni amalga oshirdi. Va DARPA mutaxassislari 2003-yilda Siri, Alexa va Cortana programmalaridan ancha oldin aqlli shaxsiy yordamchilarni yaratishga muvaffaq bo'lgan. Bu izlanishlar zamonaviy kompyuterlarda, xususan inson imkoniyatlarini to'ldirish va oshirishga mo'ljallangan qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlarida va aqlli qidiruv tizimlarida avtomatlashtirish prinsiplariga hamda mantiqiy fikrlash borasida asosga aylandi. Garchi ilmiy fantastik filmlar va romanlarda sun'iy intellekt ko'pincha dunyoni egallab turgan gumanoid robotlar sifatida tasvirlansa-da, sun'iy intellekt texnologiyasi rivojlanishining bu bosqichda unchalik dahshat soladigan yoki aqlli mavjudot emas. Aksincha, sun'iy intellektning rivojlanishi texnologik jihatdan insoniyatning barcha sohalarida haqiqiy foyda keltirish imkonini beradi. Shuningdek, sog'liqni saqlash, chakana savdo, bank hamda boshqa sohalarni qamrab oladi. Bolalar, keling qiziq faktni ko'rib chiqamiz. Sun'iy intellektning ahamiyati nimada? Sun'iy intellektning ahamiyati shundaki, u ma'lumotdan foydalanish orqali takroriy o'qish va qidiruv jarayonlarini avtomatlashtirishga imkon beradi. Biroq sun'iy intellekt texnik vositalardan foydalanishga asoslangan robotlashtirishdan farq qiladi. Sun'iy intellektning maqsadi ko'p mehnatni avtomatlashtirish emas, balki ko'p sonli kompyuterlashtirilgan vazifalarni ishonchli va uzluksiz bajarishdir. Bunday avtomatlashtirish tizimini ishga tushirish va savollarni to'g'ri berish uchun inson tomonidan aralashuvni talab qiladi. Bolalar, keling o'ylab ko'raylik. Sun'iy intellektning vazifasi nimalardan iborat? Biz mashinalarga cheklovlar qo'yamiz. Ilgari biz barcha dunyoviy bilimlarga ega bo'la olmas edik. Chunki biz hamma ma'lumotlarni o'qib, eslab qola olmasdik. Kanalimiz va vositamiz cheklangan edi. Endilikda biz buni qila olamiz.
Chunki bizda Google, Wikipedia va boshqa ko'rinishdagi ekstenderlar mavjud. Endi biz nafaqat bilimga ega bo'lishimiz, balki uni topib olishimiz darkor. Ya'ni bu butunlay boshqacha fikrlash turi. U miyaga ma'lum miqdordagi neyronlarga ega bo'lib, operativ nazorat ostida bo'lgan ma'lumotlarning katta hajmiga ega bo'lishga imkon beradi. Boshqacha qilib aytganda, inson o'z imkoniyatlarini kengaytirish va erkinligining ulushini ko'paytirishdan manfaatdor bo'ladi. Ko'p yillik mehnatlari samarasidan kelib chiqib, Sergey Petrovich Kapitsa shunday yozgan edi: Dunyoda oziq-ovqat va resurslar yetishmasligining muammosi yo'q, lekin ularni taqsimlash muammosi bor. 19-asrda resurslarni yaratish muammosi turgan. Ular fabrikalar qurib, ishlab chiqarishning yangi usullarini o'zlashtirdilar. 20-asr nazorat paradigmasi va raqamli axborot oqimining tug'ilishiga to'g'ri keldi. 21-asrning masalasi esa ishlab chiqarish va nazorat qilish emas, ma'lumotlarni to'plash ham emas. Masala shundan iboratki, yig'ilgan ma'lumotlarga asoslangan holda ularni saralash va qaror chiqarishdir. Insoniyat asta-sekinlik bilan yaratib kelayotgan sun'iy intellekt bu muammoni hal qilmoqda. Masalan, sun'iy intellekt texnologiyalari xususiylashtirilgan tibbiyotda va rentgen nurlarini aniqlashda ishlatilishi mumkin. Shaxsiy tibbiyot yordamchilari foydalanuvchilarga dori-darmonlarni vaqtida qabul qilishni, sport mashg'ulotlari o'tkazish lozimligi yoki sog'lom ovqatlanishga o'tish kerakligini eslatishi mumkin. Sun'iy intellekt individual tasvirlar bilan onlayn xaridlarni amalga oshirishga yordam beradi. Shuningdek, sotuvchilarga xaridorlar bilan xaridlarni muhokama qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt texnologiyalari zaxiralarni boshqarish va mahsulotni joylashtirishni optimallashtirishi mumkin. Sanoat sohasida sun'iy intellekt ulangan uskunalardan ma'lumotlarni tahlil qila oladi va quyidagi ma'lumotlar bilan ishlash uchun tarmoqlardan foydalanadi. Sportda murabbiylar o'yinni qanday yaxshi tashkil qilish, shu jumladan o'yinchining joylashuvi va strategiyasini qanday optimallashtirish kerakligi haqida kamera tasvirlari orqali hisobot oladilar. Shunday qilib, sun'iy intellekt bu insonlarning dasturlar bilan o'zaro aloqasini yanada intuitiv jarayonini va muayyan vazifalar doirasida qaror qabul qilishda yordam beradigan vositadir. Nima qilgan taqdirda ham sun'iy intellekt inson o'rnini bosa olmaydi va yaqin kelajakda bunday hol hali beri kuzatilmaydi. Hurmatli o'quvchilar, sizlarga o'tilgan mavzudan savollarim bor. Birinchi savol: sun'iy intellekt atamasi nechanchi yil paydo bo'lgan? Javob: 1956-yilda. Ikkinchi savol: sun'iy intellektning ahamiyati nimada? Javob: ahamiyati shundaki, ma'lumotlardan foydalanish orqali takroriy o'qish va qidiruv jarayonlarini avtomatlashtirishga imkon beradi. Uchinchi savol: sun'iy intellekt tibbiyotda qanday samara bermoqda? Javob: rentgen nurlarini aniqlashda, shaxsiy tibbiyot yordamchilari foydalanuvchilarga dorilarni o'z vaqtida qabul qilishni, sport mashg'ulotlari o'tkazish lozimligini yoki sog'lom ovqatlanishga o'tish kerakligini eslatishi mumkin.